CC4 Pro'ni ustunovga qo'yganda 360 ni kamerasini figura chiqarib qo'yib berardi u. Orada ko'pchilik savol berdi. CC3 2K ga ham shu kameradan bormi deb. Okey, sizlar kutgan kameralar keldi mana. Qo'limda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham bemalol endi figura berib qo'ysa bo'ladi. Akamiz yangi trekkerga olib kelib tashab ketganlar. 13 dyuymli CC3 2K 360 taqilyapti. Hozir ishlarini ham qo'yib boramiz va albatta buni ham figura berib, cho'tka qilib ustunovga qilib beramiz. Siz-yu bako yechingizni joyida qilamizmi? Bu gal endi joyda formasini chiqaramiz, sababi joyda ideal bo'lib chiqish uchun, grafslarini ideal ko'rish uchun. Figurani ko'rasizlar, qiyish o'tiribdi. Hozir uni qizdirib, sag'al o'nroq, keyin pastga bitta tortamiz o'zimizga, figura mana shunday chiqib keladi. Akbar, antennani nimaga kichkina chiqarding? Savol senga. Ko'rib turgan bu kamerangiz CC4 Pro da faqat qo'yilardi. Endilikda bo'lsa CC3 2K 360 kameralari ham CC4 Pro niga o'xshab o'zgartirildi. Qilingan ishga bitta baho berasiz, xuddi zavodskoyga o'xshab chiqarib berildi. Oldi orqa kameralar hammasi joy-joyida, ichida bo'lsa o'tirgan yerda klimat kontrol, sensorlarning ovozi yo'qolib qolmaydi. Pоворotlar hammasi 100% ishlaydi. Qisqasini aytganda hammasini ideal qilib 13 dyuymni ustunovga qilib berdi. Qilingan ishga baho berasizlar, yoqayotgan bo'lsa like bilan qo'llab qo'yib, Android qo'ymoqchi bo'lib yurgan barcha tanishingizga jo'natib qo'yasiz. Joningiz sog' bo'lsin.